vaksinalar olamiz. Bir yilda 3 marta, 4 marta ommaviy emlashlar bo'ladi. Poliomielitga qarshi bilasiz, 2-8 gradus bo'lishi kerak. Bunaqa nimalar chiroq o'chgan paytda xolodilnikda problema bo'ladi. O'shanda biz xolodilnikni ham yoqib ishlatdik. Keyin mana chiroq yo'q, ekstranniy EKG yurakda og'riq bilan, sanchiq bilan kelsa, kardiogramma apparatimiz ishlaydi. Bir xil paytda ilgari laboratoriyaga chiroq o'chuv paytida bizni qaytarib yuboradi kasallar. Anaqa yo'q, svet yo'q deb. Hozir mana o'sha sentrifuga, elektronniy nimalarimiz, mikroskoplar, FEK, mana biokimiya ertalab ochiq qoringa kelishadi, chiroq yo'q, qaytib ketadi. Shunaqa paytda biz srazi solnechniyga ulab turib, sahrlarni, biokimiya nimalarni qilardik, laboratoriyani qilamiz. Keyingisi u kotelniyimiz. Mana bu elektroenergiya uchun mana bu zontikli apparatimiz, solnechniy batareya elektroenergiyani nima qilib beradi, ichkariga akkumulyator xonaga olib kiradi. Keyingisi nagrevatsiya. Просто biz hozir kuzgi qishga tayyorgarlik qilyapmiz-da, qishga tayyorlash uchun pramivka, produvkalar bilan shug'ullanamiz. Kim qiladi? Uni o'zimizga biriktirilgan shu rayonda mana kotelniy bor, gaz bor, svet bor. Ular proverka qilib berishadi-da. Keyin bizga akt berishadi, что bular bemalol ishlatsa bo'ladi. O'shanga hozir tayyorlayapmiz, aktlarni olib kelamiz.